Assalomu alaykum qadrdonlar, hormanglar. Mana jo'jaxonamizga ham yetib keldik, tayyorlayaptilar. Mana ko'pchilikka tavsiya qilamiz shu akamizni, Rasulxon akam. Qadrdonimiz. Yurakka yaqin akamiz, yonimizda yurarlar hamisha. Akamizni ishlari juda puxta. Hamma yoqqa akamizni tavsiya beramiz hamisha. To'g'rimi Rasulxon aka? Nomerlari o'zimga chiqasizlar. Bas cherezman. Yaxshi inson, to'g'ri, halol, pok. Ishlari ham puxta ekan. Shu jinday ayblari bor, go'sht ko'p yeydilar borgan joylarida. Xo'p, akalar. Hazil ishga berilamiz. Bekka jo'jalarimiz zakaz berganmiz. Endi polni jo'jalarimiz ham yerda, ham uy sharoitida, ham o'sha fabrichniy setka sharoitida tayyorlab beriladi bundan bag'aga. Muammo yo'q. Объемda deganda kichkina bir donadan tortib o'sha kuchimiz yetgancha 20 mingtalikmi, 25 mingtalikmi o'sha объемgacha sotilaveradi. Bir donadan tortib o'sha katta объемgacha behijolat sotilaveradi. Muammo yo'q. Xo'p, hamma vaksinalar qilib beramiz. Xudo xolasa, jo'jaxonalarimiz tayyor bo'lyapti. Jo'jalar zakaz berib qo'yganmiz. May oyiga, xudo xolasa, may oyiga keladi. Bu bitgan holatini ham ko'rsatamiz. Hozir pashti bitib qoldimi, turishi shunaqa bo'ladi xullas. Betlarga paddonlar qo'yiladi, axlatiga. Svet lampochkalar boshqatdan tushirib turib, qizilga kraska qilib qo'yamiz, cho'qishni oldini olish uchun. Xullas kanal, mana shu jo'jaxonamiz. Yoniga zdani bor, akka tuxum uchun. So'raganlar bo'lyapti, imminni tuxumga yangi kirganini ham. Mana shu insonlarga ham yoniga zdani qilingan, yangi tuxumga kirgan tovuq ham albatta sotuvga chiqadi. Keyin o'sha 90-100 kunligi ham sotuvga chiqadi shetdan. To'liq hamma vaksinatsiyalar bo'ladi. O'zlaringda qilmaysizlar, xudo xolasa. Shetda o'zida eng oxirgisini ko'pincha urdirib bermasdik, endi xudo xolasa urdirib beramiz. Qo'ldan kelganicha. Xo'p, manzilimiz Qo'qonda, vodiyda, O'zbekiston bo'ylab, keyin qo'shni davlatlarga ham, Tojikiston, Qirg'iziston bo'ylab berganmiz. Mabodo o'sha tomonlarga ham zakaz tushib qolsa, yo'l yo'riq ko'rsatamiz, qanday chiqarishni chegaradan yordam berib chiqarib beraveramiz. Telefon nomerimiz 90lik 293 89 49. Kamina Ikromjonman. Aloqaga chiqaverasizlar. Faqat Lomin Sen deb o'qiladi. Tuxum yo'nalishidagi jo'ja makyonlarimiz yillik tuxum protsenti 320 tadan 330 ta. Qaymoq rang bejviy tuxum tug'adi. Uy sharoitida boqsangiz 5 yilgacha, setkada fabrichniy qilib boqilsa 18 oydan 22 oygacha tuxum olasizlar. Holatga qarab. Boquvlaringiz zo'r bo'lsa 24 oygacha. Boquv zo'r bo'lmasa kamroq. Salomat bo'linglar, aloqaga chiqinglar. Jo'ja olib kelganda albatta bir voshdan qanaqa jarayonda boqilishlari, ratsionlar, ma'lumotlar albatta berib o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaning ishiga omad.